Hozir kanalga monetizatsiya yoqib, reklama ulashni real ko'rsatib beramiz. Hoppa. Bugun bir kanalimizda, ya'ni YouTube'dagi kanalimizda monetizatsiyaga yoqib, reklama uchun ariza berib, daromad topishni bosqichini ko'rsatib beraman. Shu paytgacha YouTube daromad topish videolarida ko'pchilikni ko'rgan bo'lsalaringiz, shunchaki kanalni sozlash yoki nimalar qilsa Amerikan YouTube bo'ladi va hokazo videolar juda ko'p bu. Hech kim real monetizatsiyani qanday yoqish, monetizatsiya yoqilgan kanalni tahlilini bepul darslarda ko'rsatmagan. Ketdik. Tomosha qiling. Doskaga yozaymi? Kecha bir YouTube kanalimizni monetizatsiya yoqish bo'yicha ariza bergan edik. Hozir ko'ramiz. Agar ariza javobi kelgan bo'lsa, birgalikda yangi bir YouTube kanalimizni yana monetizatsiyaga olib chiqqanimizni ko'ramiz. Xo'sh. YouTube studioga kirsak, YouTube studio mana. E'tibor bering. Siz YouTube hamkorlik dasturiga qabul qilindingiz. Ya'ni biz monetizatsiyani shartlarini bajarib, ariza berganimizdan keyin bir kunda ko'rib chiqibdi. Ko'rib chiqish bir oygacha davom etadi deb kelgan edi. Mana bir kunda ko'rib chiqib, mana videolaringiz muntazam, qisqa va oqimli pul ishlash. Demak, biz hamkorlik dasturiga kirdik. Endi pul ishlashimiz mumkin. Boshlashni bosamiz. E'tibor bering. Mana bu joyda monetizatsiya yo'qolgandan keyin, monetizatsiya yo'qolmasa qanaqa holatda bo'ladi? Mana bitta ko'rsatay sizga. Monetizatsiya yo'qolmagan kanalimizni birortasini ochaylik. Xo'sh, YouTube Studio. E'tibor bering, mana monetizatsiyani bossak, o'zbekcha ekanmiz mana. Mana bu holatda yana tushunarliroq bo'lish uchun sizda mana bu holatda bo'lishi mumkin. Hech qaysi kanalda kamroq. YouTube Studioga kiraylik. YouTube Studio. Mana e'tibor bering. Mana bu shartlar beriladi. Mana kanal boshqaruv panelida daromad olishni boshlang deydida talablari bor. Birinchisi, obunachi soni 1000 ta bo'lishi kerak aslida. 500 taga ham ariza bersa bo'ladi-yu, lekin 1000 tadan asosiy shart bajarilgan bo'ladi. Mana pastda 1000 ta berilgan. Mana bu. Ikkinchisi, oxirgi nimada 3 ta video yuklangan bo'lishi kerak 90 kun ichida mana. Kamida 3 ta 90 kun ichida yangi video bo'lishi kerak. Keyin ko'rishlar. Ya'ni qarang, 1 yilda, ya'ni 365 kun ichida long videomiz 4000 soat, shorts videomiz 90 kun ichida 10 million. Demak, shortsimiz 10 million, long video 4000 soat. Ana shu shartlar bajarilsa, mana bu holatga keladi. Mana bu holatga keladi. Ya'ni mana hammasi bajarilgan va mana bu yerda hozirroq murojaat qilingni bosasiz. Prosta bunda o'z kanal tarixi o'chib qolganligi sababli ariza ketmaydi. Hozir endi kanal tarixini yoqishga endi harakat qilamiz. Ya'ni mana bu holat bo'lgan bunda. Bir xil nisha bo'lmaganligi sababli bu kanalda mana bu joyimiz kengaytirilgan xususiyatlar o'chib qolgan. Shuni hisobidan bu joyimiz yopilgan. Endi mana bunda biz ariza berdik. Kecha ariza bergan edik. Bugun уже mana hammasi qo'llab-quvvatlandi. Lekin bunda nima bor? Tahlilda ko'ramiz. Tomosha soatlarimiz ozgina kam. Mana bu joyda e'tibor bering, ko'rishlar, ko'rish vaqti, obunachilar va ana bu joyda endi taxminiy daromad chiqadi. Endi monetizatsiya endi yoqdi.
ya'ni bizda reklama joylagandan keyin mana bu yerda bir oylik daromadimiz mana shu joyda chiqadi. Sizda yo'q hali bu joyimiz. Mana odatdagidan ko'proq. Mana bu yerda tahlilimiz bor. Faqat reklama o'chirilgan. Endi bularda reklama endi qo'shiladi. Ko'rdingmi? Reklama o'chirilgan deb chiqyapti. Monetizatsiya yo'q. Nimada? Bu joyi yo'q mana. Bu joyi yo'q. Demak, endi mana bu qismiga e'tibor bering. Mana reklamani yoqish. Shuni bosamiz. Mana tomosha sahifalari da YouTube premium orqali daromad olish, reklamalar yoqishni bosamiz. Mana bu yerda shartlari bor. Mana buni qabul qilamanni bosamizda davom etish. Mana buni bosamizda xo'sh. Videolarda pul ishlash yo'qolsinmi? Ha, hamma uchun, ha, ba'zilar uchun, hammasi uchun bo'laversin. Bo'ldi. Bo'ldi mana. E'tibor bering. Videongizga reklama ko'rsatilsa yoki YouTube Premium obunachilari tomonidan ko'rilsa, siz pul ishlaysiz. Mana shu shaklda siz ham keyin mana bu yerda tahlilda bu yerda daromadlar tushishni boshlaydi. Endi videolarni ko'rganda videolarimizga xo'sh, reklama qo'shib beradi. Endi o'zbek auditoriyasi ko'rganda albatta qo'shmaydi. Kimdir VPN bilan ko'rsa, keling bitta VPN yoqib ko'rib ko'ramiz. Qaysidir profilimizda VPN yoqaylik. Mana reklama qo'yadi mana sizga. VPNimiz yo'q ekan bunda. Xo'sh. Hech qaysidan ko'ramiz. Shu nimada VPN o'rnatishni ham ko'rsataman. Agar kompyuterda bo'lsangiz, Google Market Marketga kiramiz. Google Marketga kiramizda xo'sh, Google Play, Android ilovalar mana bu bo'lish kerak. Google Market. Mana shu joydan VPN free, ya'ni bepulni olamiz. O'rnatamiz. Xo'sh, o'rnatildi. Mana bu joydan endi mana besplatni biz kerak emas. Uni kiramizda bosganda bu yoqda chiqadi. Xo'sh. Mana nachat. Besplatni kiramizda. Ya, premium kerak emas. Qarang. Xo'sh, mana United yo USA ni tanlamoqchi edim. United Statesda bo'ldi. Bizda aynan shu profilimizda mana VPNimiz yondi. Endi YouTube'ga kiraylikchi. YouTube YouTube'ga kirganda xo'sh, Oybek Jo'rabek Sherimov kanallariga kiramiz. Mana qo'shiqni boshlashdan oldin o'sha reklama joylashtirdik. Sababi biz buni VPN bilan kirdik, ya'ni Amerika emas.
mana shu ko'rilgan reklama uchun ekran ustiga bosilgani uchun bizda profilimizga to'lov qilib beradi. Ketdik. Ikkinchi o'tkazamiz. Mehnatdan bo'sha Monetizatsiya yoqilgandan keyin taxminiy daromad degan joy mana bu qismida chiqadi. Mana yoqilmagan kanallarda mana hozir ko'ramiz tahlilda. Mana bu joyi yo'q. Ko'rishlar, sana, izohlar chiqadi, lekin taxminiy daromad joyi chiqmaydi. Qachonki shartnoma bo'lgandan keyingina monetizatsiyada mana bu qismi joylashadi. Hozir kanalga monetizatsiya yoqib, reklama ulashni real ko'rsatib beramiz.